Qamoqni bitta zo'r joy topib qo'ydi. Ishxona bilan piknik qilaylikmi? Bir yo'la hayitga yaqin chiqaylik. Havoyimiz ketib cho'milsa bo'laveramizmi? Nima deysiz, basseynga boraylikmikan? Bir yo'li hayitga yaqin boraylik. Hayitga yaqin. Hayitga yaqin endi. Hayitga Bir yo'li yaqin. hayitga yaqin boraylik. Bola sochingni o'sib ketganini qara, to'zib ketibsan. Sochingni oldirib olmaysanmi? Hayitga yaqin endi bir yo'la araba kuni, ha? Eng katta odamlar xatosi ham shu. Hamma narsani hayitga yaqin araba kuniga to'g'rilash. Aynan soch oldirishni ham araba kuni oldirmaslik. Sizlarga 3 ta sababni keltirib beraman. Birinchi sabab xotirjamlik yo'qligi. Odam juda ham ko'p bo'ladi, tiqilish, to'payim bo'ladi, sartaroshlik 2 marta 30 odam turib telefon qilgan mahalda xotirjam sochini ololmaydi. Ikkinchisi sochni imijingizga ta'sir qilishi. Sifatga ana ta'sir qiladi. Qaysi bilan mashinangizni ma'lum bir miqdorda sochingizda qoladi ham, odam ko'pligidan sochingizni zo'r qilib olib berolmaydi. Uchinchi sababi vaqtdan yutasiz. Mana hozir hayitga ham ro'paros 9 kun, 10 kun qolibdi. Hozir sochingizni to'g'rilatib, chiroyli qilib olsangiz, hayitga, arafaga, do'stlarga, oilaga bemalol vaqt ajratishingiz mumkin. Yana bir hafta mumkin sochingiz chiroyli bo'lib, rosa joyiga kelib qoladi.